Hurmatli do'stlar, bizda xeyterlar uchun yana ajoyib yangilik, yangilikki zo'ri. Bu yerda ham yangilik bor, bunaqa raqam hech qachon ko'rmagansizlar. Bu bir syurpriz, videoni oxirida aytaman. Xullas kalom, biz garajimizni yana to'ldirdik boshqatdan. Gelikni sotgandan keyin ancha gelikka mehrim tushib qolgan ekan, baribir faqat bu safar eng oxirgi, eng fulli, eng yangisi, qanaqa restyling qilingan, birov haydagan emas. Eng oxirgi nemisni gelik mashinasini oldik, o'zimizga sovg'a qilib. Bu nomerni shunga taqamiz. Bu o'sha o'zimizning M8 BMW Competition va bundan 3-4 oy oldin Zikr oldim. Vukibga chiqardim. Bilasizlar, biz Vukib bilan shug'ullanamiz. Zikr yuragida chuqur iz qoldirdi, chunki Li bilan Zikrdagi bergan komfortni даже gelik ham bermadi. Gelik xarizma, xarakter, derski, misol uchun tegizda baribir 280-300 ming dollarda yurganingizda sal hal bo'lmagan ishlar ham hal bo'lib ketadi. Bu xarakter beradi. Jo'skiroq bo'lsa ham, bu joyga borganingizda ham gaplaringiz ham jo'ski, qisqa va lo'nda bo'ladi. Bu o'sha hali aytganimdek takoy. Nafaqat bu bilan yurganingizda qizlar o'tirib oladi bu mashinaga, balki bolalar ham o'tirib oladi. Endi bu o'sha tirikchilik uchun. Endi esa raqam, syurpriz. Bizda yana zo'r yangilik bor. Mashina olganimiz ish bo'la emas. Biz tez kunda mashinalar olmaymiz. Mashinalar sotadigan o'zimizni xudo xolasa Estate Motors do'konini ochmoqchimiz. Endi esa bunaqa mashina yoki bunaqa mashinani bemalol bizning avtosalonimizdan boshlang'ich to'lovingiz ozgina bo'lsa ham halol nasiya savdoga sotib olsangiz ham bo'ladi. Mashinalarimiz xudo xolasa bank orqali emas, o'zingizning nomingizda bo'ladi. Shunaqa bir yangi hamkor ukam bor, yangi tizim bo'yicha mashinalarni endi bizdan sotib olsangiz bo'ladi. Xullas kalom, yangiliklarning zo'ri mana shu ikkita mashinani qo'shganimiz edi. Ikkinchi yangilikning zo'ri esa tez kunda shu oy oxirigacha juda katta kvadraturali avtosalonimiz, o'zimizning avtosalonimiz ishga tushadi. Tagidan shamol o'tib yursin. Bilaman, siz aytishingiz mumkin, aka, sizga oson, gelik ichida o'tirib olib, pulingiz bor, muammolar sizga muammo emas deyishingiz mumkin, lekin o'sha sizning muammolaringizni deyarli 80-90% dan men o'zim o'tganman. O'shanda ham qalbimda qachondir bir kun meni ham mahallamda to'y bo'ladi, meni ham uyimda quvonchli bo'ladi, quvonchli kunlar bo'ladi deb ishonchim hech qachon uzmaganman. Arabakash ham bo'ldik, mardikor ham bo'ldik, odamlar uyida g'ishta qo'yib ham yurdik, sapojnik ham bo'ldik, Rossiyaga borib turib mashina ham yuvib yurdik. Bir kunga 750 rublga mashina yuvardim, mo'ykada ham ishlaganman. Kerak bo'lsa, gamburgerxonada gamburger go'shtni ham kesganman, boshqa ham qilganman, taksistlik ham qildim. Hayvon bozorida hayvon olib sotgan kunlarimiz, mol bozorida mol olib sotdik. Xullas, bilmayman, qilmagan ishim deyarli yo'q. Trener ham bo'ldim, aktyor ham bo'ldim, bloger ham bo'ldim, kachog ham bo'ldim. Lekin shunda ham baribir qalbda ishonch, qo'lda esa harakat to'xtatganimiz yo'q. Shuning uchun hech qachon qo'lingizni tushirib olmang. Ishonch bilan aytaman, bugungi qiynalib yurgan muammolaringiz, bilmadim, ikirchiki qanaqa muammolar yuribsiz? Kreditlar yoki qanaqadir oilaviy, shaxsiy, balki eringiz bilan ajrashingiz, balki xotiningiz bilan ajrashingiz, bolalaringiz yetim holatda. O'zingiz kvartiradadursiz, bilmadim, qarzga botib qolgansiz, qimorga kirib qolgansiz, narkoman bo'lib qolgansiz. Xudo to'g'ri yo'ldan adashtirgandir. Lekin ishonch bilan aytaman, hali kun keladi. Bu kunlaringizni, ya'ni bu qiynalgan kunlaringizni eslab hali kulib yurasiz. Hali shu arzimagan qiyinchiliklarga siqilib o'zimni jonimga qasd qilaman, ey Xudo deb yurgan ekanman deysiz. Hali shunaqa kun keladi, shunaqa yorug' kunlarga chiqqaningizda mana shunaqa mashinalardan zo'rlarini minib yurish hammamizga nasib qilsin. Amin. Allohu